Biz nega bu yerga keldik? Seni daraxtlarim bilan ko'rishtirmoqchiman. Daraxtlarim? Nima, bu daraxtlarni siz ekkanmisiz? Yo'q. Ular meni sirdoshlarim. Qachonki hayotda boshi berk ko'chada yolg'iz qolgandek, o'zimni chorasizdek his qilsam, shu daraxtlarning yoniga kelaman. Ular bilan gaplashaman. Rostdanmi? Ha, rost. Lekin ular gapira olmaydi-ku. Maryam, bizni atrofimizda gapiradiganlar shundoq ham ko'p. Ba'zida bizni jim tinglaydiganlarni xohlab qolamiz. Daraxtlar gapirmaydi. Ular bizni jim tinglashadi. Ustimizdan kulishmaydi. Yolg'on gapirishmaydi. Ular bizni jimgina yupatishadi.